Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana xudo xolasa keyingi ishlarimizni ham olib borib o'rnatishga tayyor qilib qo'ydik. Bularimiz high-tech fasonda. Mokrida bo'ldi. Laklari matviy laklar sepib berdik. Palmatviy deydi, yaltiramaydi. Xudo xolasa garantiyalari bilan olib borib o'rnatib beramiz. Bularimizni kvadratlarini 800 ming so'mdan olib borib o'rnatishlari bilan o'zimiz 3 tepaga olib borib o'rnatib beramiz. Bir qator arzon qilib ko'rsataylik dedik. Xudo xolasa ishlarimiz go'zal, chiroyli bo'lib chiqdi. Zamoylari toza original zamoylardan bo'ldi. Aylantirib rezinkalar qo'yib berganmiz. Shuncha holatda bo'ladi. Aynalarni germetiklar solib beramiz. Xudo xolasa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 88lik 94lik 332 11 66 Telegram, WhatsApp hamma yo'q bor. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Oshirmoshlarni ham 4 tadan oshirmosh qilib berganmiz. Bo'ylariga keladigan bo'lsa, razmerlari 1.10 ga 2.20 yashaydi. Splashnoy eshik qilib bering dedi. Polni eshik qilib berdik. Oshirmoshlarni ham 4 tadan qo'yib berdik. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Xudo xolasa ishlarimiz chiroyli 08 MDFda bo'ladi. Hamma yo'g'i original toza zamoylar qo'yib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib telefon qilsanglar bo'laveradi. Toshkent vohalarga kelishilgan holatda dastavkalarni qilib beramiz, olib borib o'rnatib beramiz. Kelishilgan holatda vodiy bo'ylab olib borib o'rnatishlarimiz mutlaqo bepul. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastga ham nomerlarimizni qoldirib qolamiz. Yana bir qator aytib o'tamiz. 94lik 332 11 66. Hamma yo'g'ini ichida qilib, mana kalibratsiya qilib qora kraskalarda chiroyli qilib chizib beramiz. Nimaga yaltiramaydi deganlarga bu polmatviy rak sepganimizga yaltiramaydi bemalol. Bizning manzilimiz Buloqboshi tumanida.